Assalomu alaykum go'zallarim. Men shu gulimni peshini qilib o'stirishni istayman. Buni hech qanaqa kesmayman, ko'paytirish niyatim yo'q. Hali bahorlarda ko'paytiraman. Mana shuni, mana воздушный tomirlarni aylantirib, shu tuvakni o'ziga tomirlatmoqchiman va keyin buni ajratib olmoqchiman. Shunday qilmoqchiman, qani bo'ladimi yo'q. Bu uchun biz buni mana shu tuvakka yaxshilab aylantirib olib, mana bunday qilib ustiga tuproq to'kmoqchiman, sinab ko'rmoqchiman. Qani shu narsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mana shunday tuproqlarni qilib salgina bosib qo'ymoqchiman. Balkim Xudo xohlasa bo'lib ketar. Balkim qo'rqmasdan bemalol qilavering. Hech narsa bo'lmaydi bularga. Mana ki. Juda ham chiroyli, menga yoqadi shu. Allohning irodasi bilan gulni kesishgan nuqtalarni qarang, juda ham beyor, yaxshi qarasangiz zo'r bo'lib ketadi. Tuvakni boshqa qilmayman, lekin tuvakka tiqilib qolgan, bilaman uni. Xudo xolasa nasib bo'lsa inshaalloh kuzda ko'paytiraman. Kuzda ajratib olaman ham. Mana shunday qilib bemalol qilib chiqishingiz mumkin. Agar siz sochingizni toqayotgan evidinkangiz bo'lsa, bemalol tiqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Salgina ozgina eplash qiyin baribir. Chunki har taraflardan sochilib yotibdi-yu. Mana ki. Spreyni juda ham yaxshi bo'lar ekan. Juda ham baquvvat gul ekan bu. Mehr berib qarasangiz, menimcha hamma gullar shunday bo'ladi. Mana ki eng oson yo'li ko'paytirishdir. O'zim ko'pincha atroska qilayotgan vaqtim, gullarni ko'paytirib, qalamchi orqali ko'paytirayotgan vaqtim chiritib qo'yaman. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l qizlar mana shu yo'li deb o'ylayman. Mana shunday qilib bemalol gullaringizni ko'paytirib olishlaringiz mumkin. Pulim kuygan piyozim deyishadi-ku. Ana shunday qilib ko'paytirib olaman gullarimni. Sprey qilaveraman, suv sepaveraman, o'zi bosilib qolaveradi. Bugungi videolarim shulardan iborat. Kelgusi videolarda uchrashguncha Allohimga omonatsizlar.